Yaqinda Isroilning mana bosh vaziri, mana bu turk sovuq odam Netanyahu aytdiki, biz katta Isroil davlatini, ya'ni loyihasini amalga oshirib boshladik dedi. Bundan xabaringiz bor. Taxminan 2 hafta bo'lib qoldi. Bu Saudiyani, Arab amirligini, endi Arab amirligiga bayonot berdi, lekin ko'proq Saudiyani qattiq qo'rqitdi. Ya'ni imkoniyat bo'lganida arablar xayrixoh bo'lishi mumkin emas. Ya'ni biladi, agar Isroilda imkoniyat bo'lsa, katta Isroil qilib, Saudiyaning yarmini qo'shib oladi bular. İmkoniyat bo'lsa. Lekin shu imkoniyat tomonga qarab harakat qilyapti Isroil. Hech narsadan qo'rqayotgani yo'q. Mana 2 million odamni mana ochlikda ochiq konsentratsion lager deymiz. Ya'ni xayoliga nimaki kelayotgan bo'lsa 21-asrda texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar davrida mana ochlik orqali ommaviy o'ldirish imkoniyati bormi? Bu narsani qilyapti. Yoki boshqa bir nima insoniyatga qarshi yoki genotsidni amalga oshirish imkoniyati bormi? Qilyapti. Ya'ni Isroil hech narsadan tap tortayotgani yo'q. Arab davlatlaridagi qo'rquvni yoki qanday desam ekan, ehtiyotkorlikni tasavvur qilish qiyin. Balki ilojsizlik. Chunki ularning yagona qolayotgan yo'li ularning hammasi birlashib Amerikaga qarshi urush e'lon qilish. Isroilga emas bu urush. Isroilga qarshi urush bo'lmaydi bu. Bu Amerikaga qarshi urush bo'ladi. Lekin mana Turkiyada ham o'tgan safar ham aytdik suhbatda, katta shaharlarda o'sha bomba panohlar, bombadan qochuvchi nimalar. Chunki aniq muqarrar Isroil bilan Turkiya to'qnashadi. Aniq bu uzog'i bilan 5 yilda bo'ladi bu narsa. Agarki Erdo'g'an ketgandan keyin ham bo'ladi. Chunki Isroilning loyihasi atrofdagi Isroilga bo'ysunmaydigan davlatlarni birma-bir yo'q qilish. Bu shu paytgacha ham ko'p davlat yo'q qilindi. Va navbat Turkiyaga albatta keladi.